Azizlar, navbatdagi mavzuyimiz bu bazal gangliya. Xo'p, buni vazifasi ixtiyoriy harakatlarda muhim hisoblanadi. Demak, miyadan, korteksdan ma'lumotni qabul qilib oladi va miyaga teskari feedback beradi. Ya'ni teskari harakat haqidagi teskari ma'lumotni yana miyaga uzatadi. Miyani korteksga va shu orqali harakatni modulyatsiya qiladi, nazorat qiladi. Demak, bizda bazal gangliyada ikkita sistema bor. Ya'ni ikkita tuzilma deylik. Sistemalashtirish bizda SNG davlatlarida bor, lekin hozir umumiy tarzda o'rganiladi va tuzilma sifatida, misol uchun, bazal gangliyani ikkiga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bu striatum, putamen va caudate nukleusdan tashkil topgan hamda putamenni vazifasi motor vazifaga, caudate nukleus esa kognitiv, ya'ni aqliy bilish, xotira shu kabi narsalarga javob beradi. Keyingisi esa lentiform nukleuslar yadrolari hisoblanadi va bu putamen plus globus pallidusdan tashkil topgan. Globus pallidus o'zi ikkiga bo'linadi. Globus pallidus internus, globus pallidus externusga bo'linadi. Demak, ana endi bazal gangliyada harakatni modulyatsiya qilishda bizda ikkita pathway, ya'ni ikkita yo'l bor. Birinchisi direct yo'l, ikkinchisi indirect yo'l. Direct yo'lda stimullovchi yo'l ham deyiladi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bevosita yo'l. Indirect yo'lda inhibitor, ya'ni ingibirlovchi yo'l hisoblanadi. Ingibirlovchi yo'l ham deyiladi. Demak, birinchi yo'lga qaytamiz. Direct pathway. Demak, cortical input. Cortical inputni, ya'ni korteksdagi ma'lumotni glutamat orqali qayerga o'tkazadi? Striatumga o'tkazadi, ya'ni mana endi mana bu yerda rasmga qarasizlar, chapdagi rasmga men tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu yerda motor korteks bo'lsa, motor korteksdagi vazifasini glutamat orqali glutamat orqali bizga nimanga o'tkazib berdi? Striatumga o'tkazib berdi. Va striatumdan endi qaranglar. Chiqqan o'sha glutamat striatumdan hosil bo'ladigan GABAni, bu GABA degani o'zbek tilida gamma aminomoy kislota yoki ingliz tilida gamma aminobutyric acid. Adashmasam o'zbek tilida gamma aminomoy kislotasi. Xo'p, endi buni stimulate qiladi. Ya'ni qaranglar, glutamatni motor korteksdan ajralishi striatumda GABAni ko'paytiradi. Va bu GABA o'z navbatida mana bu globus pallidus internusdan demak yana GABAni ajralishini endi bu pasaytiradi. Mana bu yo'l, mana yashil, mana motor korteks, glutamat yashil yo'l, undan keyin kelayotgan mana striatumdan keyin globus pallidus internus. Bu direct pathway, kichkinagina aylanadi. Bu direct to'g'ridan-to'g'ri yo'l. Ana endi mana globus pallidus internusda GABAni kamligi o'z navbatida talamusni disinhibit qiladi. Inhibit degani bu ingibirlashda, disinhibit degani ya'ni teskarisi, activating qiladi talamusni. Mana talamus aktivlanyapti. Talamusni shu aktivlanishi ma'lum bir harakatni yuzaga keltiradi. Talamus aktivlandi, ma'lum bir harakat yuzaga keldi va bu motor korteksga bordi. Demak, harakat puls bo'ldi. Yuzaga chiqdi. Ana endi keyingi yo'l oldin keyingi yo'lga o'tishdan oldin bitta xulosa qilib o'tamiz. Demak, glutamat bu yerda qanaqa bo'lyapti?
stimullovchi neyrotransmitter bo'lyapti. Stimullovchi. Lekin GABA qanaqa bo'lyapti? Inhibir deb qo'yamiz. Ingibirlovchi neyrotransmitter bo'lyapti. Demak, istalgan joydan deymiz, miyadan istalgan joydan glutamat ajralib chiqishligi keyingi narsani stimullaydi. Misol uchun, keyingi transmitter hosil bo'lishini stimullaydi yoki keyingi harakat bajarilishini stimullaydi. Agar GABAni ajralib chiqishligi o'zidan keyingi neyrotransmitterda yoki birorta harakatda hosil bo'lishini ingibirlaydi. Qizilda yozdik. Demak, sxemani bu qaysi yo'l haqida? Direct pathway haqida. Endi biz yashilda yozib chiqamiz. Qorada yozamiz. Mana demak ingibirlovchi pathway. Xuddi shunaqa korteksdan ma'lumot keladi. Mana korteksdan keladi. Rasmga qaraymiz. Glutamat orqali keladi. Qayerga keladi desa, xuddi striatum keladi. O'sha joyga keladi. Glutamat keldi striatumga va bu nima qiladi striatumda? GABAni hosil bo'lishini oshiradi. Chunki GABA dedik, stimullovchi dedik, to'g'rimi? Demak, GABAni oshiryapti. Bu GABA qayerga ta'sir qiladi? Endi bundan oldingi direct pathwayda globus pallidus internusga ta'sir qilganda, bunda globus pallidus externusga ta'sir qilib, globus pallidus externusdan demak nimani hosil bo'lishini kamaytiryapti? Bizda GABAni hosil bo'lishini kamaytiryapti externusda. Qaranglar, striatumdagi GABAni oshishligi globus pallidus internusda GABAni kamayishiga sabab bo'lyapti. Va bu indirect, ya'ni bilvosita yoki noto'g'ri haligi pathway bo'lganligi uchun, yo'l bo'lganligi uchun u albatta to'g'ridan-to'g'ri o'tmaydi. U subtalamik nukleus, ya'ni talamusning subtalamik nukleusiga o'tadi. Ya'ni shu talamus tosidagi subtalamik nukleusga o'tadi. Mana bu yerda. Va bu subtalamik nukleusdan ta'sir qildi. GABA kamayayotdi globus pallidus externusda va bu GABAni kamayishi demak stimullovchi ta'sir qiladi. Chunki GABA yo'q. Agar GABA bo'lganda bizda ingibirlovchi pathway bo'lib, ingibirlovchi bu ta'sir bo'lardi va biror narsa harakat yoki neyrotransmitter hosil bo'lishligi amalga oshmasdi. GABA kamayapti. Demak, subtalamik nukleusda glutamat ajralib chiqish boshlanadi. Va bu glutamat yana qaytib globus pallidus internusga keladi. Globus pallidus internusda bu stimullovchi neyrotransmitter bo'lganligi uchun GABAni globus pallidus internusda GABAni hosil bo'lishligini oshiradi va GABA borib turib hosil bo'lish oshdi, borib turib nima qiladi? Talamusda ishini berkitadi. Chunki bu ingibirlovchi. Bu videoni qayta ko'rib tushunib olasizlar degan umiddaman. Ana endi ikkinchi rasmga qaraymiz. Mana bu lentiform nucleus. Yashilda chizamiz buni. Lentiform nucleus, ya'ni putamen va globus pallidus o'z navbatida ikkiga bo'linib ketadi. Globus pallidus externus, globus pallidus internus. Mana bu subtalamik nukleus, mana bu substansiya nigra, ya'ni qora modda. Bazal gangliyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Xo'p, mana bu endi yana bizda mana amigdala, gipokampuslar, keyin mammillary body, bular hammasi nimaga kirganda, o'tgan safar limbik sistemaga kiritgandik. Xo'p, ana endi bizda internal capsule degan nima degani? Internal capsule bu nervlarning o'tish yo'li. Xo'p, talamus, gipotalamuslar haqida gaplashdik va gaplashadigan mavzuyimiz qorinchalar qoldi. Navbatdagi mavzuda gaplashamiz. Xo'p, ana endi bizda qolgan ma'lumot nima qolyapti? Nigrostrial yo'l bor edi. Shu yo'l orqali mana bu substansiya nigradan
O'sha hosil bo'lgan, nima dopamin deyapti. Stimulate qiladi, direct pathway'ni qanday qiladi desa, D1 retseptorlarini bloklab oladi va inhibits indirect pathway. O'sha indirect, ya'ni ingiberlovchi yo'lni bilvosita yo'lni bloklaydi. Qanday qiladi desa, D2 retseptorlarini bloklab olib. Ana endi qaranglar. Demak, D1 ni bog'lab turib stimullayapti harakatni. Endi D2 ni, ya'ni ingiberlovchini bog'lab turib, qara, o'zi bu ingiberlovchi edi. Ingiberlovchini bog'lab qo'yyapti. Ingiberlovchini ingiberlab qo'yyapti-da va natijada ingiberlash, ya'ni harakatda sodir bo'lmasligi yuzaga kelyapti. Mana o'sha bloklovchi harakat sodir bo'lmayapti va natijada bu ham stimullanib, ikkosi birgalikda harakatni yuzaga chiqaryapti. Bu o'sha dopaminni vazifasi edi. Azizlar, albatta mavzu oson emas, to'g'ri, qiyin. Lekin videoni ko'rib, pauza qilib, tushunmagan joylaringni orqaga qaytarib, yana bir o'rganib olishlaringni maslahat beraman. Xudo xolasa o'rganib olasizlar. Xato va kamchiliklarim uchun uzr so'rayman. Texnik nosozliklar uchun ham uzr. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting.